investitsiya uchun Afsonalar vodiysining ro'parasida Getamoykani oldidan kirgandagi mana shu Novostroykada yaxshi narxda kvartira sotiladi. Kvartiralarimiz ikkita, ikkinchi hamda uchinchi qavatda joylashgan 64 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Keling sizga obzorni qilib beraman. Demak, eshigidan kirganimizda yon tomonimizda sanuzullarimizni joylashtirishgan ekan. Yaxshi tomoni sanuzullar alohida planirovka bo'lgan. Hammom hojatxonasi alohida. Bu esa oshxonamiz. Oshxonamiz ham kommunal tarmog'iga olib qo'yib qo'yishgan va tubli pol qilib qo'yilgan, oqartirilgan holatda topshiriladi. Pishig'ishda qurilgan ushbu Novostroykamiz mana shunaqangi alohida balkoni ham bor. Demak, xonadonimiz aytib o'tganimdek 64 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Hozirda shartnoma tez kunda kadastr chiqadigan, kadastr chiqishi bilan nomingizda oformlanish bo'lib o'tadi. Bu esa bolalar uchun mo'ljallangan xona yoki kattalarga mo'ljallangan yotoqxona. O'zingizga ehtiyojingizdan kelib chiqib planirovka qilsangiz bo'laveradi. Mana bu esa eng katta xonamiz, ham mehmonxona, ham spalniya qilasiz. Endi o'zingizdan qaraysiz, lekin xohlasangiz ikkiga bo'lib olib, ikkita xona qilib olish imkoniyati ham bor ekan. Qisqa qilib aytganda, kvadrati ham yaxshi. Uyimizning narxi 1 kvadrat metri $440 dan yana oz-moz bilan berishadi. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib, mana shu kvartirani sotib olishingiz mumkin.